taqvoli inson nafaqat insonlar o'rtasidagi oldi berdi masalalarida birovni haqqiga tajovuz qilishligi, balki juda ham ko'pchilik beparvo bo'lib qolgan xalq va jamiyatning haqqiga tajovuz qilishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shunaqangi bir ahmoqona gap kirib qolgandi ilgari. Dalanikini tala deydigan, ya'ni bir insonni haqqidan qo'rqadi, lekin davlatniki bo'lsa bemalol urug' olsa bo'laveradi degan shunaqangi bir noto'g'ri so'zlar kirib qolgandi xalqimiz orasiga. Davlat mablag'lari deb talon-taroj qilish yoki bo'lmasa soliqdan qochib daromadini yashirish haqiqiy taqvodor insonning sifatiga mutlaqo zid ekan bu narsa. Balki taqvodorlar doim mollarini shubhalardan, haromdan emas, hatto shubhali narsalardan ham poklab, har qanday qing'ir, qiyshiq ishlardan ehtiyot bo'lishga harakat qiladi. 9 so'm shubha bilan aldab, harom bilan topgandan halol bilan 1 so'm topganda baraka bor. Alloh ana shu halolga baraka beradi.